Video kechasi 8 dan chiqqan bo'lsa, unda siz bugun aniq uxlolmaysiz. Biz turmush o'rtog'im bilan kvartiraga ko'chib chiqdik. 3 yoshli o'g'lim va 9 oylik homilam bor edi. Bir kuni kechasi uxlayotganimda oyog'imga nimadir o'tirib olganini his qildim. Hech qayerim qimirlamadi. O'rnimdan ham tura olmadim, qo'limni ham qimirlata olmadim. Aniq his qilib turardim oyog'imda nimadir o'tirganini. Kalima qaytarishni boshladim. Oyog'imga chiqib o'tirib olgan narsa bilmadim, 1 minutlarcha o'tirdi, kalima qaytarganimdan keyin yo'q bo'lib ketdi. Oradan bir necha hafta o'tib, men ikkinchi farzandimni ham dunyoga keltirib oldim. Men chillali chaqalog'imni xonada yolg'iz qoldirishdan qo'rqardim. Chaqalog'im beshikda uxlayotgan edi. 3 yoshli o'g'limga tayinladim. Ukaning oldida qimirlamay o'tirib turgimay, hozir ovqatni pishirib kelaman deb shunday oshxonaga chiqdim. Oradan 10-15 minut o'tmasdan o'g'lim orqamdan oshxonaga kirib keldi. "Iye, nimaga chiqib olding? Ukangga kim qaraydi?" desam, "Bobo bor" dedi. "Qanaqa bobo?" desam, "Ana bobo keldi" deydi. Xonaga yugurib kirdim. Xonaga kirib qarasam, xonada hech kim yo'q. O'g'lim xonaga kirib, "Iye, bobo qani?" dedi. Qo'rqib ketdim. Va ikkala farzandimni oldimda oshxonaga chiqib o'tirib oldim. Tushunishim bo'yicha bu uyda domovoy bo'lgan deb yozibdi bir ayol.